Davom etamiz. Prezidentimiz tashabbusi bilan barpo etilgan O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi xalqaro miqyosda tobora katta nufuz kasb etmoqda. Shu bilan birga davlatimiz rahbarining qat'iy siyosiy irodasi tufayli milliy madaniy merosimizni tiklash borasida amaliy natijalarga erishilyapti. Xorijga olib chiqilgan noyob artefaktlar yurtimizga qaytarilmoqda. Jumladan London shahrida buyuk davlat arbobi va sarkarda Amir Temur tavalludining 690 yilligiga bag'ishlangan xalqaro tadbir doirasida ushbu tarixiy jarayon yana bir bor o'z ifodasini topdi. Xo'sh, Yevropa jamoatchiligi O'zbekistonning boy madaniy merosiga qay darajada qiziqish bildirmoqda? London shahrida o'tayotgan ushbu nufuzli tadbir xalqaro doiralarda qanday aks-sado bermoqda va eng muhimi, vatanga qaytarilayotgan noyob artefaktlar orasida qanday tarixiy yodgorliklar bor? Batafsil navbatdagi lavhamizda. London shahrida O'zbekiston tarixi va madaniy merosi uchun muhim ahamiyatga ega voqea bo'lib o'tdi. Bir necha oy davom etgan xalqaro hamkorlik natijasida O'zbekistonga noyob madaniy boyliklar qaytarilmoqda. Tadbir London shahridagi O'zbekiston Respublikasi elchixonasida tashkil etildi. U buyuk davlat arbobi va sarkarda Amir Temur tavalludining 690 yilligiga bag'ishlangan xalqaro media tadbir doirasida o'tkazildi. Anjumanda xorijiy tarixchilar, sharqshunoslar, diplomatik korpus vakillari, ilmiy jamoatchilik va xalqaro tashkilotlar ishtirok etdi. Tadbir davomida Amir Temur shaxsiyati, Temuriylar davri yutuqlari hamda O'zbekistonda madaniy merosni asrashga qaratilgan zamonaviy tashabbuslar haqida taqdimotlar o'tkazildi. Hammamizning xabarimiz bor, hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan O'zbekiston madaniy merosini asrash, avaylash, o'rganish va targ'ib qilish masalalari davlat siyosatiga ko'tarilgan. Mana 2017-yilda mana bugungi kungacha qancha yirik loyihalar amalga oshirilgan. Mana shu loyihalarning eng kattasi O'zbekistondagi Islom sivilizatsiya markazini mana tashkillashtirish. Hurmatli prezidentimiz mualliflik mega loyihalar desa to'g'ri bo'ladi. 2017-yilda hurmatli prezidentimiz BMTni yuqori minbaridan turib shu g'oyani e'lon qildilar. Va kimdir o'sha paytda ishondi, kimdir ishonmadi o'sha g'oyaga, lekin mana vaqt ko'rsatdi, 9 yildan keyin mana 17-martda tarixiy sana yangi O'zbekiston uchun hurmatli prezidentimiz boshchiligida tantanali ravishda shu markaz ochildi. Alohida bizlarga topshiriq berdilarki va alohida guruh tuzdilar. Shu madaniy merosimizni ana necha yil davomida faqat olib chiqqan O'zbekiston madaniy merosini topshiriq shunaqaki, buni qaytarish kerak dedilar. Va mana qarang, u kishining shaxsiy tashabbuslari bilan 2000 ga yaqin madaniy merosimizni qaytarilgan. Nima uchun Londonda bo'lyapmiz? Chunki bu yerda mana hammamiz xabarimiz bor, juda katta bozor, artefaktlarning bozori. Butun dunyo biladi, hamma dunyodan bu yoqqa artefaktlar kelyapti va Sotheby's, Christie's, boshqa auksionlar bu yerda juda katta art galeriyalar bor, o'shalar bilan muloqotda bo'lyapmiz, ular bilan hamkorlikni o'rnatdik va shu hamkorlikni evaziga bugun mana madaniy merosimiz vataniga qaytyapti. Hurmatli prezidentimiz topshiriq berdilarki, shu ishni davom ettirasizlar dedilar. Va bugungi mana voqea shu madaniy merosimizni beminnat tarzda, mana noqonuniy tarzda chiqqan va beminnat tarzda qaytarilish, bu juda katta tarixiy aksiya desam bo'ladi. Nima uchun? Chunki bular albatta o'rganib chiqqan, muzokaralar bo'lgan va albatta bular uchun eng muhimi nima edi? To'g'ri qo'lga tushadimi yo'qmi? O'sha o'zbek xalqiga mana shu madaniy meros. Qay tarzda o'sha agar Islom sivilizatsiya markazida joylashtirilgan bo'lsa, qaysi joylarda joylashtirildi? Juda ko'p savollar bo'ldi. Biz o'sha har bitta savollarga bularga aniq to'g'ri javoblarni berib, qolaversa mana shu 17-yildan boshlab mana hurmatli prezidentimiz olib borgan siyosatlarini to'g'ri tushuntirib berib, faktlarni keltirib boshqa, undan keyin bular tushundiki, bu demak Islom sivilizatsiya markaziga agar joylashtirsa agar eng to'g'ri yo'l shu bo'ladi deb shu qarorga keldi. Va mana bugun buyuk bobomiz sohibqiron Amir Temurni 690 yiliga bag'ishlangan bugun mana hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan, topshiriqlar bilan mana bu yerda media event o'tkazdik. Mana shu madaniy merosimizni qaytarish nasib etdi. Bu tarixiy kun albatta, chunki biz bo'sh qo'l bilan qaytmayapmiz. Shuningdek, tadbir doirasida jahon miqyosida tanilgan Britan aktyori Ben Kingsley ishtirokida yaratilgan Temuriylar oltin davri nomli film premyerasi ham bo'lib o'tdi. Vosko tomonidan
tomonidan tayyorlangan O'zbekiston madaniy merosi jahon to'plamlarida turkumiga oid yangi kitob taqdim etildi. Tadbirning eng muhim qismi O'zbekistonga madaniy boyliklarni qaytarish marosimi bo'ldi. O'zbekistonga qaytarilayotgan artefaktlar Markaziy Osiyo tarixining turli davrlariga mansub bo'lib, ular orasida kushonlar davri, qadimgi Termiz, buddaviy san'at an'analari va So'g'd merosiga oid noyob topilmalar bor. Ayrim ashyolar milodiy 2-8 asrlarga tegishli. Mutaxassislar qayd etishicha, qaytarilayotgan obyektlar orasida gips va terakotadan ishlangan haykal boshlari, shuningdek qadimiy devoriy rasmlar parchalari alohida ilmiy ahamiyatga ega. Qaytarilayotgan madaniy boyliklar Toshkent shahriga olib kelingach, ular ilmiy tadqiqot va restavratsiya ishlaridan o'tkaziladi. Ushbu voqea nafaqat tarixiy adolat tiklanganining yorqin namunasi, balki xalqaro hamkorlikning samarali natijasi sifatida ham ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu muhim tashabbusni qo'llab-quvvatlagani uchun O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi O'zbekiston madaniy merosini o'rganish, saqlash va ommalashtirish bo'yicha Butunjahon jamiyati, O'zbekiston bojxona qo'mitasi, shuningdek Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti, Art Laws Register, Metropolitan politsiyasi, Britaniya davlat tuzilmalari, xalqaro ekspertlar va barcha sheriklarga samimiy minnatdorlik bildiradi. It was an opportunity to gather around the table so many distinguished scholars. Bu tadbir O'zbekistonning madaniy va sivilizatsion merosi bilan bog'liq bo'lgan ko'plab nufuzli olimlar, tadqiqotchilar hamda qiziquvchi insonlarni bir davraga jamlash imkonini berdi. Bu fikr almashish, g'oyalar bilan o'rtoqlashish va ushbu buyuk madaniyat hamda meros haqida taassurotlar bilan bo'lishish uchun ajoyib imkoniyat bo'ldi. Shu bilan birga bir qator muhim voqealarni ham nishonladik. Jumladan, O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining ochilishi, shuningdek Toshkentdagi Amir Temur muzeyining qayta ta'mirlanib yana faoliyat boshlagani e'tirof etildi. Ammo menimcha bugungi tadbirning eng muhim va tarixiy jihati O'zbekistonga daxldor bo'lgan bir nechta artefaktlarning o'z vataniga qaytarilishi, ya'ni repatriatsiya qilinishi bo'ldi. Bu haqiqatan ham katta tarixiy voqeadir. Chunki gap juda muhim artefaktlar haqida ketmoqda. Ular uzoq yillar davomida turli joylarda tarqalib ketgan, o'z manzilidan uzoqda saqlanib kelgan edi. Endi esa ular o'z yurtiga qaytmoqda. Albatta bu jarayon katta tarixiy va madaniy ahamiyatga ega. Bu o'zbek xalqining tarixiy xotirasi bilan uzviy bog'liqdir va kelgusida yana ko'plab shunday artefaktlarning o'z yurtiga qaytishiga turtki bo'lishi mumkin. For more and more such artifacts to head back to their home country.